Assalomu alaykum, hurmatli arziydimi YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga yangi ugoloklarda narxlari bilan, razmerlari bilan bitta tushuntirib kirib ketamiz. O'sha ichkarigacha Viber qanchalik ko'rinayotganini bitta ko'ringlar. Hozir sizga men birinchi razmerini aytib ketaman-da, narxini qaytib kelib aytib kelaman. O'sha qancha boradi? 50 metrcha boradi. Bu katta razmer 230 ga 430 razmerlilari, bulari 230 ga 330 razmerlilari. Boring 10 sm kalta bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor qilib qo'yasizlar. 220 ga 320. Bu kichkinaroq razmerlari svetlarni ko'rib turibsizlar. Mana qaysi svet yoqqanini kommentariyada yozib ketishingizdan chiqmasin. Sotilganlarni bitta yuklashyapti. Xo'p, bu yerda endi keladigan bo'lsak, komplektiga ikkita pufiga xonani razmeriga keladigan bo'lsak, 85 ga 180 bo'ladi. Taglarida bunaqa narsalari ham bo'ladi. E'tibor qilib qo'yasizlar shu narsalarga. Mana bosilishlariga, taglari machalka emas, bulardagi zimeyka burjina bo'ladi mana. Xo'p, mana 4 xil svetda, endi hammasi bir xil fason lekin. Bularda razmerlari o'sha 220 ga 320. Endi buni xuddi shuni kattasi bor mana boshqacharoq svetda mana. Bitta ko'ring buni ham. Buni ham tay zimeykali bo'ladi. Moshi material, buniki 220 ga 420. Boring 230 ga 430 razmer hisoblanadi. Buni 4 dona pufigi bor komplektida. Xo'p, xona bor. Xonaning razmeri 275 ga 90. Mana bunisi ham bor. Qarang svetini. Buni ham svetlarni aytaverasiz. Siz uyingizga qaysi razmer turadi? 4 metrligimi yo 3 metrligimi? Buni ham yozib keting. Обязательно. Mana svetlarning har xillari bor. Mana bitta ko'ring, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Endi keyingisiga keladigan bo'lsak, bu ham shunaqa razmer, kichkina razmerda 230 330. Xona ham xuddi shunaqa. Buni tagi pampers burjina bo'ladi faqat. Yostiqchalari bonusiga. Bularda narxi bundan ko'ra ozgina qimmatroq. Buni ham aytib qaytaman. Aytganimdaqa aytib qaytaman. Bitta ko'ring, xonlarini, svetlarini, qaysi svet yoqayotgan bo'lsa, обязательно yozib keting mana. Moshi materialda. Endi mana bunaqa high-tech fasonlarda buni ham xon taxta bo'ladi. Razmeri 230 ga 430 razmerda, katta razmerda. Xohlasangiz o'ngga chapga bo'lishini ham ko'pchilik qiziqadi bunga. Bemalol u burchagingizga, bu burchagingizga mana bunaqa holatga ham kelaveradi. Bunaqa holatga ham kelaveradi. Mana shunga ham e'tibor qilib qo'yasizlar. Xoni buniki pasayadi. Pasayib xon taxta bo'ladigani bor buniki ham. Razmeri o'sha 275 ga 90 razmerda bo'ladi. Buni ham svetlarini ko'ring mana. Har xil svetlari bor. Xo'p, mana shunaqa narsalar ichlari pampers burjina bo'ladi. Ustulariga chiqib, bemalol ko'rsatib berilaveradi. Xo'p, bunaqa narsalarni deylik qancha? 12 ta odamdan 15 tacha kelsa bemalol sig'averadi mana shu ugaloklariga. E'tibor qilib qo'yasizlar mana shularga. Keyingi mana bunaqa svetlarni ham ko'rsatib, kichkina razmerlarda. Bularda ko'proq domga yoki oshxonaga qiziqishyapti, oshxona domlariga. Xo'p, mana yerda endi mana kichikroq high-tech fasonimizda bor. 230 ga 330 razmerda. Bulardagi ham pampers burjina bo'ladi materiali. Buni materiali moshi material bas. E'tibor qilib qo'yasiz, boshqacha tovlanib turibdi. Buniki ham. O'shaning uchun moshi bas bu. E'tibor qilib qo'yasizlar, yonlaridan ham yaxshilab ko'rsataman qanchalik kachestvada, qanchalik ko'rinyapti. Kommentariyada yozib keting. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa ham yozib ketsangiz, xudo xolasa qilib berilaveradi. Iloji boricha obzor qilib beramiz shunaqa qilib. Xo'p, bu tarafda mana shunaqa. Buni narxini ham qaytayotganida aytaman, razmerini aytdim buni ham. Bu svetini ham qarang, pichini. Ikkita pufigi bo'ladi buni ham, katta bunaqa pufiglari bo'ladi buni. Xo'p, mana bu svetni kattaroq razmerda mana. Bunaqasiga ko'rsating. Og'izlarim tolib ketdi gapiraverib. Endi mana bunaqa ixchamroq fasonda bor, bitta ko'rasiz. Xo'p, buni qo'llari ham alohida bo'lib chiqadi. Keyin bu tarafida mana sizda mana XS sonliqcha bo'ladi. Qo'lini chiqarasizda, o'ngga chapga bo'lib burilaveradi. To'g'ri burchagingizga tushaveradi bu ham. Keyin buni plyus tarafi mana yerdan spanli bo'lib chiqadi. Mana shu yerdan ochib chiqadi. Razmeri 2 metrga 275 pufiklari bilan birga. Bitta ko'ring buni ham. Buni ham narxlarini aytib o'tamiz hozir, xudo xolasa, ko'rib tursangiz bo'ldi. Xo'p, endi bunaqa yarim chester deyiladi bularda. Mana. Bularning ham materiallari moshi material, razmeri 230 ga 330 razmerda. E'tibor qilib qo'yasizlar, pufiglari ham katta, xonlarining razmeri bir xil. Bitta mana kichikroq razmerda, universal deb qo'yamiz o'zimiz. Mana bularda ham svetlarni ko'ring.
bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kuzatib boringlar. Mana shunaqa har xil mebellar, yangi, eski mebellarni obzor qilamiz. Xudo xolasa boshqa narsalarni ham obzor qilishni boshlaymiz inshaalloh. Nasib bo'lsa, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Oppa, mana bu yerda mana yangicha fasonimiz bor. Ungacha mana katta haycheklarni ham, mana svetlarni ham bitta ko'rsatay. Nariga qimmat fasonni ham bitta videolarini ko'rsataman hozir sizlarga. Mana oppog'ini ham qarang bitta. Qalay. Xon taxta ham bo'ladi. Mana pufigini ham kattaligini ko'rib turibsizlar mana. Bitta ko'ring. Xo'p, endi buni mana bunisiga keldik, mashinasiga ochirib. Bunday ochamiz. Mana. Yonga ochiladi, bunisini ham. Bunday qilsangiz orqaga itariladida. Mana. Mana bitta ko'ring. Qanchalik keng bo'lib qolgan ekan, qanday bilinyapti, bilinmayapti. Bo'lsa mana bitta ko'raverasiz. Oyoqlarigacha yong'oq, xon taxta bo'ladi. Xohlasangiz boshqacha xonlarimiz ham bor, ularni ham sizga preklagat qilishimiz mumkin. Faqat narxlari mana shu arzon xonlar bilan hisoblab aytyapman. Bo'lmasa mana xonni kattasi ham bor. Bunaqa chiroyli xonlarda kattasi ham bor. Bular bilan telefonda xudo xolasa kelishtirib beraman. Endi narxiga keladigan bo'lsak, bitta narxini aytib ketadigan bo'lsam, bularimizni 13 million so'm. Mashinasi. Endi mashinadan boshlab sekin-sekin arzonlab boradi. E'tibor qilinglar. Birinchisi mana shu qimmat fasonimiz 13 million so'm. Razmeri 360 ga 260. Endi keyingisi mana kichkina 230 ga 330 bunimiz. Xo'p, buni narxi 5 million 500 ming so'm. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu ugaloglarimiz, high-tech kattalarimizki 5 million 900 ming so'm mana shular. 230 ga 430 razmer deylar. 5 million 900 ming so'm. Xo'p, yana bitta ketaveramiz. Endi narxini aytib, arzonlashib ketaveradi bag'iga. E'tibor qilinglar. Mana bu high-tech nimachan universalimiz, bu universalimizni materiallari, o'ziga ketayotgan narsalari qimmatligi uchun bu narsani o'zini jussasiga qaraganda qimmatroq, jirniy narsada endi bu. Buni narxi 5 million, 5 million deb kechirasizlar, 4 million 500 ming so'm. Ikkita pufiga xom taxtalari bilan e'tibor qilasizlar. Xo'p, kichkinaroq razmerda bularimiz. Xo'p, xom taxtasi bilan shu razmer 330 ga 230 imiz 4 million 800 ming so'm. E'tibor qilasizlar shunga. 4 million 800 ming mashlar. Mana bitta ko'ring shuni ham. Pufiklari bilan, xom taxtalari bilan. Mana ularning narxi 5 million 900, kattasi 4 million 800, kichkinasi. E'tibor qilasizlar shunga. Endi bag'iga keladigan bo'lsa, yostiqli fasonlarimiz 3 million 400 ming so'mdan. Mana bitta ko'ring, bularni ham aytgan svetingizdan xudo xolisa yoqqanini qilib beraveramiz inshaalloh nasib bo'lsa. Bular yangi hammasi. Bular 5 million 900, 4 million, 3 million 400. Endi mana kattalariga keladigan bo'lsak, kattalarimizni 4 million 400 ming so'mdan. Mashlarimiz 4 million 400 ming so'mdan. E'tibor qilibsizlar bunga ham 4 million 400 ming so'mdan YouTubedan ko'rdim deb telefon qilaverasizlar. Xo'p, bunlarimizga keladigan bo'lsak 3 million 300 ming so'mdan. Oxirgisi 3 million 300 ming so'mdan. Yoqqanini bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kattasi, kichkinasi farqi yo'q, hammasini mana shu yerdan boshladim. Bitta aytib keldim, xudo xolasa adashmasam, qaddadir noto'g'ri ketgan bo'lsa, adashgan bo'lsam kechirasizlar. Uzr so'rayman. Endi har xil vaziyat. Endi bunaqa spanli bo'ladigan divanlarimiz mana. O'zi holati shu. To'g'ri, mana shu narsalardan ko'p so'rashadi. Buni razmeri yotadigan joyi 2 metr bo'ladi. Mana qo'lin chekkasidan qo'lin chekkasigacha 230 bo'ladi. Xo'p, bu 2 metrga bitta qo'lda ochish mana. Xo'p, laminatli atroflari, o'rtasi sasna bo'ladi, nimalari? Reykalari bunday qilib yotkazasiz buni ana. Mana holat. Xo'p, 2 metrga 1.40 tayyor sizga foydalanishga joy. Bo'lmasa bunaqa bo'lib turaveradi. Bundan ham kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bularning narxi 1 million 800 ming so'mdan. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, do'stlarga jo'natib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Ko'pchilikga jo'natsangiz xursand bo'lardik. Sizdan nima deydi? Like pul talab qilmaydi, boshqa qilmaydi. Faqat bizni keyingi yana videolar chiqarishimizga sabab bo'ladi, xudo xolasa. O'zimizda yana bor videoda oxirida kecha ko'rganlar uchun sonliq javonlarimiz bor. Mana bunaqa spanli garniturlarimiz bor. Mana bunaqa stol ustullarimiz bor. Bularni ham bir qator hammasini ko'rsataman, xudo xolasa. Faqat obuna bo'lib, reaksiya qoldirib ketsangiz, kommentariyaga like bosib, mashlarni ham hammasini keyingisini narigilarda obzor qilib beramiz. Rahmat hammaga, like bosib, kuzatib borishingizdan chiqmasin. Arziydi mana narxlariga o'ziga yozib ketaverasiz.